Xo'p, Rossiyada Peterburgdami qayerdadir yurgan Amina Xayriyasimi degan bitta profil bor. Oti Rahmatullo degan bola. Bu bola bilan ancha oldin gaplashganmiz. Masalan, tupoylik darajasi qanaqa desa, super tupoy bola. Super tupoy. Bu endi harakat qiladi PR qilishlikka, odamlarni to'plashlikka. Qarayaptiki, masalalarda Abror Muxtor Alini atrofida mavzu rosa qaynoq bo'lar ekan, meni qo'shyapti. Endi yuzma-yuz gaplashganmiz u bilan Telegram kanalda. Agar unga siz ona tilidan savol bersangiz, sizga geometriyadan javob beradi. Tupoylikda o'ta tupoy. Hani kallasi ishib turgan kallasini ichida havo bor uni. Endi bu meni haqorat qilyapti ekan. Yuzma-yuz kelolmaydi. Masalan, yuzma-yuz o'tirib gaplasha olmaydi. O'ta hizalak bola. Menimcha nasabi ham buzuq buni. Chunki nasabi buzuq bo'lmasa, kishi haromlik qila olmaydi. Haromilarning odati bo'ladi-yu, qo'lga tushmayman, nima deysan deb uzoqdan turib haqorat qiladi. Uzoqdan turib qo'lga tushmayman, men ushla olmaysan deb haqorat qilayotganlar haromi bo'ladi. Haromilik shu. Erkak odam yuzma-yuz gapira oladigan narsasi bo'lsa kutadi. Yuzma-yuz kelganda gapiradi, haqqini oladi, haqqini so'rab oladi. Lekin o'sha Rahmatullo degan bolani shu nasabi ham buzuq shuni. Endi bu qanaqa bola o'zi? Bu Rahmatullo degani menga bir qancha ovozlarini tashashgan. Begona xotinlar bilan, begona xotin bilan gaplashib, intim mavzularini majoz qilib aytaman. Qo'lingizni yalayman, ko'zingizni yalayman degan jumlalarni bemalol Telegramda gaplashib yurgan fosiq. U menga qarshi bo'lish kerak edi. Sizlar nima deb o'ylayotdinglar? U men taraf bo'lish kerakmi? Bu fosiq bilan, bu tupoy bilan qatta biz ro'baro kelganman. To'satdan bu men tanimayman bularni. Haqiqatda masalan qadriyati, bir tiyinlik qiymati yo'q men uchun ularni. Bular jamiyatda o'rni yo'q odamlar. O'rni yo'qligini qondirish uchun harakat qilyapti menga osilishlikka. O'rni yo'q odamlar. Lekin begona xotinlarga u yog'ingizni yalayman, bu yog'ingizni yalayman deb yurgan fosiq. Jirkanch bir razil, bir haromdan bo'lgan bola bu. Yuzma-yuz kelamaydi. Mana gaplarimni tashaysizlar. Qachon ko'rishganman, nima uchun u haqimga javob bermayapsiz deganinglarga o'rni kelib qoldi aytib ketyapman. Ya'ni yuqorida aytgan mavzuyimga bog'liq tomoni bor. Kechirimli bo'lishlikka chempionmiz. Kechiraveramiz. Aybini tan olib, tuhmatini bo'yniga olib, uzr, men xato qilibman deb samimiy aytsa kechirdik. Lekin bularda mana shunda yo'q. Mana shu Rahmatullo degan nomni qo'yib olgan nasabi buzuqda bu narsa yo'q. Bu nasabi buzuq Botir Qodirov bilan o'sha Sherali Jo'rayev Alloh rahmat qilsin hojini o'g'illari to'g'risida mavzuga alohida kanal ochib olib, o'sha joyda xotinlar bilan g'iybatlashib o'tirgan. Men endi u paytlarda u narsaga aralashmaganman. Shohijahonni ham taniyman, Botir Qodirovni ham juda yaqindan bo'lmasa-da bilaman. Gapimni olsin bular deb nasihat qilganman o'sha paytlari. Ikkala tarafga ham. Keragi yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham tarixni kavlayvermasdan oldinga qarab yurish kerak deganman. Bu chiqib olib, mana bu Botir Qodirov tarafini olmayapti deb menga tashab qo'ygan. Men aytayapmanki, ikkalasini ham tarafini emas, oilaga mutlaqo burningni tiqma deyapman. Seni burning u oilaga kirishi mumkin emas. Yo deydi, ommaga chiqib ketgan biz anaqa qilamiz deydi. Keyin Shohijahonga ham aytganman, bu sizni tarafingizni olyapti deb o'ylamang buni. Yoki bu sizni masalan Sherali hoji Alloh rahmat qilsin, bu kishini tarafini olyapti deb o'ylamang buni. Bular faqat o'zini PR uchun sizni oilangizdan foydalanmoqchi. Deganman, o'shanda suhbat bo'lgan, shunda bir parallel kelib qolganmiz. Shunda bir ikki gaplashganmiz. O'ta tupoy bola. Tupoyligi olam shumul.
Nodir holat. Men bunaqa to'poy odamlarni kam uchratganman. Gapirsangiz gapni tushunadigan, savol bersangiz savol mavzusini farqlay oladigan odamlar bo'ladi. Lekin bunda yo'q. Kalla o'shanga shunaqa bo'lib qolgan. Kallani ahvolini ko'ringlar-da. Begona xotinlar bilan lichkasida ashna qilaylik, mashna qilaman, xotinim bilan undoq qilaman deb o'tiribdi. Payg'ambar alayhissalom ayoli bilan to'shak voqealarini boshqa odamlar bilan o'rtoqlashganga Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Ayoli bilan nima hodisa, ko'rpak to'shakda nima hodisa bo'lganini tashqariga aytish to'g'ri emas. Allohning la'nati bo'lsin. O'zini ayoli bilan shunaqa ish, manaqa ish deganligini gapirib o'tiribdi. Va alaykum salom. Santa Fe sizdan oldingmi? Assalomu alaykum. Qanday? Va alaykum salom. Qanday? Yaxshimisizlar? Ha, bo'ldi. Yaxshimisizlar? Qayerda ishlayapsiz hozir? Bivayda o'tdinglarmi? Faqat bivaydaymi? Alloh baraka bersin. Qoranga joy bo'shadi, qo'ying. Bo'ldi, qo'yaman. Chapga bir orqaga yursiz, to'g'rilang. Chapga bir Hadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, qarang, boya videoda ko'rdim. Sog' bo'ling. Ha, salomat bo'ling. Shu masalasini kuchimni oldi sotib qilsa bo'ladimi? Ha, eski rasxod ekanda. Ha, bo'ladi. Javob berganingizga Sog' bo'ling. o'zi ixtilof berardim. Ha, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p, mavzuyimizni tugatib qo'yay. Karzinkaga keluvdim. Xo'p. Demak shu. Sherali Jo'rayev rahmatlini oilasiga aralashib, burnini tiqib, o'sha joyda manqasini oqizib yurgan odam u. Rahmatulloh degan Amina Hayriyami degan Telegram kanali bor. Unga atrofida aralashib, o'shani gapini, o'shani g'iybatida yurganlarning aksariyati bir 20 yildan beri ersiz yurgan kampirlar aksariyati. E'tibor qilinglar, erkaklar kam bo'ladi atrofida uni. Unga javob bermaysizmi? Nima deb javob beraman unga? Ha? Begona erkaklar bilan to'shagini gaplashib yurgan hezalakka nima deb javob beraman? Yuzma-yuz kelsa, uni keyin gaplashaman. Yuzma-yuz kelganda qanaqa gaplashganimni ko'rgansizlar. Bu faxrlanish ma'nosida emas. Men hech kimga hech qachon Allohdan so'rab hayot kechiraman, zulm qilmaslikka harakat qilaman. Zulm qilmaslikni Allohdan so'rayman. Doim menga tashlashadi shunaqangi harom nasablar, mana shunaqangi to'poy kallalar, mana shunaqangi manqalar, o'sha rahmatullohga o'xshagan manqa odamlar. Menga tashlaydi, keyin javobini eshitgandan keyin oyog'i kuygan tovuqdek pitirlaydi bular. Foydasi yo'q ularni, chunki men ularga javob berishimni kutib o'zi shuni meni aralashtiradi. Ora-orada men bularni gadoyligini, tilamchi, mana shunaqangi e'tibor yo'qsulligini e'tiborga olib ba'zan sadaqa qilib turaman. Ularni men aytyapman-ki, hozir bu sadaqa bularga, bu gadoy bular. Shu sadaqa bilan odamlarning ichida tanilgisi keladi. Voy rahmatulloh, yaxshi yo'l bilan ham tanilsa bo'ladi. Xalqqa xizmat qilib ham tanilsa bo'ladi. Birovi oilasiga burnini tiqib, begona xotining bilan bo'lgan munosabatni gapirib ham ya'ni tanilishga majbur emassan. Nimaga javob bermayapsiz? Javob berdim mana. Bular shunaqa odamlar. Abraham Moshe dadasi ayolini zo'rlab qo'ygan bola. O'zi katta ehtimol bilan valata zino. Dadasi ya'ni meni bolam emas deb qilganda endi xotini bilan shunaqa muomala. Jakuy ibn Tezak 120-modda bilan qamaldi. Anavi bloger yaqinda saklayotgan Xomsimiz. Qaranglar, 131 bilan statyasi bor ekan orqasida. Yana kim bor? Ha, bizga qarshi kim bor? O qurol ko'targanlar bor. O men maymundan bo'ldim degan ateistlar bor. O Shvetsiyada galiboylarga meni ustimdan shikoyat qilgan Komil bor. Komil. Terpiylar. O'zbeklarning ustidan o'zbek hukumati, o'zbek diniy idora, muftiy va biz jamiyat, o'zbek jamiyatining ustidan Shvetsiyaga shved tilida shikoyat qilibdi.
Bular Yahudiylarni haqorat qilyapti, antisemit bo'lar, unda bunda deb. Biz antisemit emasmiz, anti zulmmiz. Zulmga qarshimiz. U zulm, men musulmonman deb zulm qilayotgan bo'lsa, bunga qarshimiz. Yahudiyman deb zulm qilayotgan bo'lsa, unga qarshimiz. Netanyahuning qilgan ishiga qarshimiz. Odam o'ldirdi u, begona, ya'ni begunoh bolalarni o'ldirdi. O'shanga sig'inayotgan bo'lsa, demak u bizga qarshi bo'ladi. O'sha komil bizga qarshi. Komilni yondirgan sochi uzun bitta chol bor. Oti nima uni? Bu ham bir hezalayroq chol. O'shalar men ustimdan yozyapti. Bu deydi, Galiboylarni yomon ko'radi. Galiboylarga qarshi bu. Gamofob. Gamofob. Galiboylarni yomon ko'radi. Bunga chora ko'ringlar deb ariza yozyapti. Aman u rahmatulloh deganinglar ham shu. Yana qaytib aytaman do'stlar. Menga dushmanlik qilgandan ko'ra tavba qilib uzr so'raganlarning son mingta. Yana qaytib aytaman, samimiy tushunib yetgan, masalani montaj orqali emas, to'g'ridan to'g'ri o'rganib ko'rib, xolis xulosaga kelgan har qanaqa odamning samimiy tavbasiga men qo'shilaman. Ya'ni haqqim halol, so'ramayman. Alloh rozi bo'lsin, xato hammada bo'ladi. Men ham o'zimni Alloh kechirishligini, ko'p xatolarimni Alloh afv qilishligini umid qilaman. Lekin tuhmat qilib, montaj, masalan Rossiyada Iskandar Makedonskiy nomini qo'yib olgan bitta haromi bor. Valati zino. Alloh subhanahu va taoloni haqorat qilib, Ka'bani, Makkani, payg'ambar alayhissalomni haqorat qilib boshlagan blogerligini. O'sha paytlarda uni biz joyga o'tkazganmiz, o'sha ya'ni ijtimoiy tarmoqda raddiya berib. Undan keyin u menga qarshi u ham haqorat qilib postlarni qilgan. Nimaga? PR qilish uchun va menga qarshiligini e'lon qilish uchun. Menga bular qarshi bo'ladi. Jasmin bilan birga o'tirib olib, menga qarshi intrigalar qilishyapti o'zicha. Teganmish. Ey, biz shamolmiz, biz shamol. Bizga tupursang, basharangga tupurgingni chaplab qo'yamiz biz. Haq yo'lda ya'ni yurishni eplasangiz bo'ldi. G'alabani Alloh beradi. Yana nima desa bo'ladi? Jasmin ketdi. Inshaalloh Robbil alamin bu o'zbek xalqi bu jirkanch isqirtdan hozircha xalos bo'lib turibdi. Endi yana imtihon bo'lib qaytadan
Ovoz uzilib qoldi do'stlar. Ovoz yo'q. Endi keldi ovoz, ha? Menimcha endi keldi ovoz. Ovoz. Umuman ovoz yo'q. Ovoz yo'q endi mayli.